Assalomu alaykum do'stlar, qandaysizlar? Bizni YouTube'ga kirib turib, o qidiruvni bossangiz, Osh o'zgan ustalar desangiz, bizning kanalimiz chiqib keladi. Shunga podpishka qilib qo'yinglar do'stlar. Narshuni tushib qolibdir. Jashbalan olgan ekanmiz. O'sha narshunani yechib beraylik. Bir 100 ta like bo'lsa, 100 ta, hatto 100 ta yechilib ketadi, xudo xolasa. Alloh nasib qilsa. Do'stlar, sizlardan podpishka bo'ladi. Одноклассник deylar, TikTok deylar. YouTube'ga kirib, YouTube'ga Osh o'zgan ustalar deb yozib qidirsanlar, qidirishni bilmaganlar, o TVda ne tumaloq narsa bor. O'shuni bossanlar, yozsanlar, jash kattalar bo'ladigan bo'lsa, nevaraligiga aytsanlar, yozib top beradi. Osh o'zgan ustalar. Shunga like bosib, podpisatsiya bo'lib o'tib ketginglar do'stlar. Sizlardan podpishka. Mo Одноклассникda ko'rayotganlar. Osh o'zgan ustalar deb yozsanlar, YouTube'ga kirib, Одноклассникda emas, YouTube'ga kirib, TikTok'dagilar YouTube'ga o'tib turib, Osh o'zgan ustalar deb podpishka qilinglar do'stlar. Narshuni o'zi yechilib qolsin. Instagram'dagilar, nimadagilar, WhatsApp profilda ko'rayotganlar, like bosib o'tib ketganlar, podpisatsiya bo'lib qo'ysanlar bo'ldi do'stlar. YouTube'ga kirib, Osh o'zgan ustalar deb podpisatsiya bo'lib qo'ysanlar, bir jash balani olib qo'ygan ekanman. O'shunga narshuni kelibdir. Hozir videosini o'chirib berdim. Gideta bir 15 ming odam ko'rgan ekan. Shundan narshuni tushibdir. Jash bala bor ekanda. Odam ko'p ko'rsa, YouTube tarafdan tekshirib chiqadi, qanday ekan bu, nima uchun ko'p ko'rildi deb. Shundan narshuni kelibdir. Jash balani olib qo'ygan ekanman men.